Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy Xitoyni Rossiyaga qurol yetkazib berishda aybladi. Ukraina o'z razvedka idoralari orqali Xitoy Rossiyani artilleriya va porox bilan ta'minlayotgani haqida ma'lumot oldi. Bundan tashqari, Xitoy vakillari Rossiya hududida ba'zi qurollarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgani haqida dalillar mavjud. Biz nihoyat Xitoy Rossiya Federatsiyasiga qurol yetkazib berayotgani haqida ma'lumot oldik. Bugun bizda Xavfsizlik xizmati razvedka idoralaridan porox va artilleriya haqida umumiy ma'lumotlar bor. O'ylaymanki, kelgusi hafta bu haqida batafsil gaplashamiz. Biz bilamizki, Xitoy vakillari Rossiya hududida ba'zi qurol-yarog'larni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, Zelenskiy Xitoy Rossiya Si Szinpin bilan suhbat chog'ida qurol sotmaslik va Rossiyaga jo'natmaslik haqida so'z berganini eslab o'tdi. Ammo afsuski, biz hozir turli xil ma'lumotlarni ko'rmoqdamiz. Bizda Xitoy va Rossiyaning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash bo'yicha qilgan ishlari haqida allaqachon faktlar bor va bu yomon faktlar, degan Ukraina rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, Ukraina ushbu ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik faktlarini ko'rib chiqadi.